Hurmatli obunachilar, bugun xudo xolasa karush nedazamagan birgalar uchun karush narxi bo'ladi. Xorazm viloyati Hazaras Kerakdan obunachilar. Hamma bilgan o'zi ina safar kondik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kondik aka, bo'lmisiz, sog'misiz, omonmisiz? Charchamasdan? Rahmat. Endi bugun xudo xolasa karush narxini obunachilarga bir donishtirib o'tsak, yo'lda o'tib ketyapti hurmatli obunachilar. Safar kondik ko'rib qoldik. Shu yerda o'tirib ba'zim aytdim, bir karush narxini obunachilarga donishtirib o'tdik deb turibman. Rahmat aka. Şu e'tibor uchun endi kasbdoshimiz yanina havolashib turamiz. Karush narxiga kelsak, uka shu Hazarasi Durujbadan 500 dan olib borib turibmiz. 500 so'mdan. Durujba, havo. Ha. Lekin ko'pchilik insonlar Bag'atdan, Urganchdan telib uradi, to'g'ri savollara dastlabkamiz yo'q. Olib borib bilimiz ham vallara azaqas alinmiz. Dastlabkamiz neradan shunda? Hazarasi Durujba. Şu aralıkında Hazaras Durujba 500'den olib borib dastlabga etib beramiz. Donasini. Donasini 500 so'mdan hurmatli obunachilar, dastlabkasi olib berishlar ichida, lekin o'zlari chirib qolasizlar. Yo'q, endalidi bu. Ha, endalib beraman. Ag'darib beradi, uni chirib. O'zlari chirib berishadi aka. Mashina Kamaz Zilba. Ha. To'g'ri cho'nkarib beraveramiz. Ustida to'g'ri cho'nkarib park aytasiz. Ha. Ustida to'g'ri cho'nkarib park aytadilar hurmatli obunachilar. Necha dona desa shuncha dona topib berasiz tag'i. Havo, bu chiqarib turibdilar. Keyin yana shu o'rinda endi keluvchi baholarni hamma aytib o'tdik, yana xom bilan kirazdan texnikalar bu bol qo'zqasi bilan. Bularni qimmatib o'tadi. Havo. Chegalikda ozgina ko'pchilik balıqchilik, yana prezidentimiz ham aytdi, Xorazm Qoraqalpoqda balıqchilik mazal oladi-ku bu yer bor. Havo, qani? Shu ozgina ochiq qumlarda chegada shuning yana yuridan xom, kiraz, Kamaz endi texnikalar bor. Uning xizmatlarimiz ham aytib o'tmiz gap qisqasi. Bemalol shu ekranda yana telefon raqamlarimiz 93 dan 752 52 63. Yani ko'na joy qiladigan ish olaman. Ishkil xalq xizmati. Xalq xizmatidan. Xalq xizmati bo'ladi o'zi, telefon arazda hurmatli obunachilar, bemalol safar kondik yana xizmatdalar, o'zi hamma biladi. Pulni arzon narxlarda sifatlatib yetkazib ber turibdilar yana. Yana karushni ko'rtirsizlar hurmatli obunachilar. Bu yana Musang'aranadan getgan bir de toza kuyib turgan karushini ko'rishingiz mumkin. Ish qilib Hazaras Kerbek Muhammad O'shar gitaveradi. Bu yana tarafimiz Durujbadan boradi. Necha desangizlar shuncha dona boradi. Zakaz bo'yicha boradi hurmatli obunachilar. Bemalol zakonni. Nechachilik deb aytiladi? Endi bisini to'shni hozir men aytmadim 6 mi 7 mi kallamda yo'q hozir to'shni to'g'risi. Ha. Ishki standart, normalniy. Keyin ham qurg'an. Endi hozir izg'ori qistalib bo'lib qolsa sanadanmi do'kkoqdi. Endi bu yaxshi qurg'ani do'kkoq sinmaydi. Ha. Sinib, shuna qarang, sifatlisi ish qilib. Havo. Sifatlisi. Yaxshi qursa, endiga vaqt sinmaydi-da. Ichida bir 50 dona, 100 dona yarısından bölünüp sınadi undan. Undan gitmeydi, işe de daha yartam gerek oldu da. Hava, yüzü yarısını verirler köpince bunu. Ortalıklarına taşıdılar. Aşırılarına git adam olup sınadı. Ama ben gidip un alıp midelerini git adam nemez. Çünkü bunların loyu 10 gün bunu sulanıp durup loy eteleden loy. Hava, kanun kaydasında iş kılıp. Yok, aslında ketteker üst soğutla bu. Ketteker üst soğutla da toprak şunun yeredi, bir yandan su yeredi. Şu yüzünde karıp, şu yüzünde kerüce çıkardı. Kom loy kerüce çıkardı diyeceksiniz. Toprakı bize kemana kom loy, lakin loy 10 gün sulanıp koyuladı. Farkı bu da onu. Hava. Yine loy salada aktı. Loy edip girip pişirip sasan çıkı oladı. Pişirmeyin doğru sulap durup atsan çıkı oladı. Hava. Pişken loy yapışıp bu adam kuvvetli oladı. Ana şu değerinin bu su 10 günde pişip durdu. Yani ketteker soğutla midelep eleki bu. Toprak saladı eliydi. Taşıdı su yeredi bir yandan. Koradan mısır kesi bak. Koradan doğru gerçek çıkarıp eledi. Hava. Ana ki onu ustalığımı atıp alıp duradı. İşinin kerüç gerek. Doğru mu? Çöküşmeyi atıp uradı. Urgak gerekinden sınmıydı. He, nereden sanadı? Başka yerine Başka zaten sanadı. diyete gidesin mıydı? Yine bu kat doğan ne gibi ya tutturasan da urasan urgu yerine sana degen lan bu. Bu nasıl? Hava. Şunun için siz 10 gün bir loyası koyarsınız, su. Su ezik koyasa. Sıra zeysen bize çıkar mıydı ya kıskası aparat. He. Loğayı şunu su et durup bir gün çıkaracak olup çevirse de sasan çıkmıydı. Çıkmaydı. Evet. Shunda esa xudo xolasa hurmatli obunachilar, ekranlar yuzida nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol telefon bog'lashingiz mumkin. Karuch uchun yana bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Başka ne o şey. Bizlarni adres Xorazm viloyati Hazarasi Kerakda obunachilar, ish qilib dastlab ketasizlar bo'ldi, olib borib beradilar. Soni o'zingiz sanab qolasangiz olib qilasizlar, bo'lmasa ish qilib Sonu ma'lum. Sonu ma'lum. Şimdi sonlanadi. Yeni bu ölçek kopmaz. Ha, Köpeltiliydi, xatara ma'lum chiqib turadi. chiqib turadi. 3,5 ming, 4 ming Kamaz yuklanadi. Bo'ldi. Esa joningiz sog' bo'lsin deymiz, Safarov. Ishlaysiz, omad tilaymiz. Rahmat. Malades, charchamang shu. Xalq xizmatida bo'ling hamisha. Rahmat. Sog' bo'lin.